Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan qadrbaland qadrdon do'stlar, bugun sizlarga mini g'isht zavod apparatini 5-6 xil razmerda chiqaradigan hamda 5-6 xil turda ishlab chiqarish apparatini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu ko'rib turgan apparatlaring xohlasalaring benzinda, xohlasalaring tokda, xohlasalaring solarishni qilib berishimiz mumkin. Faqat tok 380 da, rasxoti tokda bir kunda ko'pi bilan 50 mingdan 100 minggacha rasxot qiladi. Solarka ham, benzin ham shu. Xohlovchilar uchun mana bunday rushnoy holatdagisi ham bor. Arzon narxlarda qilib manzillaringgacha yetkazdirib beramiz. Dastlabki xizmatlarimiz qo'shni davlatdan Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston bo'ylab ham bor. Albatta O'zbekiston 12 ta viloyatga xohlovchilar uchun mana gidrosilindrli benzinli bitta kalitda yuradi. Ko'rib turganlaringdek bemalol bittalik, ikkitalik blok razmerda farqi yo'q. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani. Nomerlarimiz 5958 hamda 1112 nomerlar. WhatsApp, Telegram, imo hammasi shu nomerlarda bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlaringdamiz. Tez vaqt ichida 1 yil garantiyasi bilan har bitta apparatni tayyorlab bitirib, xudo xolasa yetkazdirib beramiz. Kuniga bemalol 1000 ta g'ishtni soatiga chiqaradigan ham bor, kuniga chiqaradigan ham bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa